Ya azaldan yolg'onchidirlar, ne bersa qaytarib olmoqchidirlar. Yomonni yaxshiga ayg'oqchidirlar. Ajalni borliqqa poyloqchidirlar. Qayoq ketmoqdasiz? Qayoq Sovuq daryosida suzmagan jonlar, tavob dunyosida kezmagan jonlar, halolni haromdan izlagan jonlar, haqqidan ayrilib bo'zlagan jonlar. Qayoq ketmoqdasiz? Qayoq yillab qurganni bir kunda buzib, ajdodlar daraxtin tomirin uzib, neki muqaddasdir, neki muqaddasdir, tepkilab ezib, har kim har tomonga yo'l solib to'zib. Qayoq ketmoqdasiz? Qayoq ochlikli akadan ukadan ko'rib, do'stga ot soldingiz g'animlar ko'rib, qo'lga ne ilinsa chang solib yurib, oyoq qo'lingizni yana nimtalab
bölüp kayan ketmaqdasiz kayan kayan sizga yo'l ko'rsatsalar o'qib ko'zingiz ochganlik siz aylab taqib oyoq qo'lin ochga siz mahlab qoqib yurgan yeringizdan razolat oqib xayol ketmoqdasiz xayol cho'kdi iymon tog'i oqibat tog'i yig'lab yaproq to'kar andisha bog'i yurakda nuragan jomilar dog'i oldinda jahannam o'ti qiynoq ketmoqdasiz qayon rahmat 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 hop birodarlar, men bugun shu juda katta dargohda bizni O'zbekistonni eng oldingi qatorda ketayotgan kishilarini qoshida bugun holatimiz naqadar qo'ni qo'shnilarimiz, birodarlarimiz notinch paytida, garchi bugun bizni shu konsert qilishimiz ko'pchilikni diliga yoqmay turgan paytda qo'shiq aytayapmiz. Qo'shiqni aytishdan maqsad shu ediki, shu O'zbekiston diyorida yashab turgan birodarlardan iltimos, qolaversa Qirg'iziston diyorida yashab turgan birodarlardan iltimos, Tojikistonda yashab turgan birodarlardan iltimos,
bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatimiz agar ko'tarilib ketar ekan, bundan hech kim yutmasligini shu yerdan e'lon qilib qo'yish niyatida shu yerga chiqdik. Bizni ota bobolarimiz qadimdan bir-biriga qon qarindosh. Masalan, meni o'zimni O'zbekistonda yashayman, o'sha Andijonni Farg'ona tomonida. O'zimni ikki tomonimda ikkita qirg'iz qo'shnim bor. O'sha qirg'iz birodarlarimiz biz bilan qudalashib ketgan. Xullas, mana shunaqangi o'rtaga olov solib qo'yadigan ishlarni qilib qo'yayotgan ba'zi bir o'z ishiga nomunosib kishilarni xatti harakati orqali ikkita xalq bir-birini quvib urib yurishi to'g'ri bo'lmasa kerak. Bundan hech qaysinimiz qirg'iz ham, qozoq ham, turk ham, o'zbek ham yutmasligini bugun shu yerda aytib qo'yishni xohladim. 4 qator meni qo'shig'im bor. 4 qator qo'shig'imni men shu birodarlarga aytaman. Chunki birodarlar, mana shu yerdan turib men bu televizorga yozib olinayotgani uchun gapiryapman. Shu kungacha bo'lgan yo'qotishlarimiz oz emas. Ko'ryapsiz soldatlarimizni qay ahvolda kelayotganini. Shunga ham o'sha bir paytlar Farg'onada bo'lgan voqealar sabab bo'ldi. Endi biz kolxozchilarimiz o'shga bora olmasligi kerak. Yuqori tog'dagi birodarlarimiz bu yoqqa tusha olmasligi kerak. Shuna qilib yashashimiz kerakmi? Bu ahvolda yashab bo'lmaydi-ku. Buni tushuntirish aytadigan otaxonlar, onaxonlar bor, lekin shu oldinroq ikki og'iz bo'lsa ham shu so'zni aytib qo'yishni o'zimga lozim topdim. Bu mana bu konsert nomeridan tashqari bitta ashula bor. U ham bo'lsa shu bizni ota-bobolarimiz bitta ekanligini aytib qo'yish. Birodarlar, agar biz bir-birimizni quvib chiqarib, urib, so'kib, bir oddiy o'sha Temir buvodan, Manas, Talas buvolardan qolib ketgan yer, ularga ham shu yer axir nasib qilmagan. Birodarlar, bu bizdan ham, sizdan ham qoladi, bizdan keyingilardan ham qoladi bu yer. Yerni talashishni o'rniga biz bir-birimizga mustahkam yopishib, og'a in ekanligimizni unutmasak deyman. Shu ikki qatorgina qo'shig'im sizlarga ataladi. Shu o'zbek, qirg'iz, tojik, turk, qozoq, jamiki shu qadim ko'hna to'ron shu bizi yurtda yashab turgan xalqqa ataladi. Birodarlar, shu 4 qator so'zimni, qo'shig'imni eshitib o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarib oling. Asli oting Turon Turkmidi, Turkiston bo'p tursang Qashqir yermidi. Asli oting Turonmidi, Turkmidi, Turkiston bo'p tursang Qashqir yermidi. Bo'lib qo'ydi o'zbek, qirg'iz, qozoq deb, endi birov seni qo'shil dermidi? O'zbek, qirg'iz, qozoq, turkimsan. O'zbek, qirg'iz, qozoq, turkimsan. Uyg'ur, tatar, turkman, sartimsan. Tojik, og'am, o'g'iz, o'zimsan. Boshimdagi aziz burkimsan. Bir onadan tarqagan turksan. Bir-biringdan ajramagil hech. Gina kudrat g'animlikdan kech. Bir-biringdan ajramagil hech. Gina kudrat g'animlikdan kech. Tugunlarni birgalashib yech.
Ağalarım kech bo'lmasin kech, tugunlarini birgalashib yech. Ağalarım kech bo'lmasin kech, ko'ksingdadir yillar armoni, yelkang uzra g'amni xirmoni, qulog'ingda kimni farmoni. Ko'ksing ko'tar ey ona yurtim, qirg'iz qozoq o'zbek ham turkim. Kuşlar üssün, kuşlar üssün, sizin imdam, bizim imdam, baxtlar üssün, bizim imdam, sizin imdam, baxtlar. Ye oğlanı ütüçüler ütülemez, küküde hamra pariveşler buluyor. Asmanlarga termiltirgan aramjon, asmanlarga termiltirgan aramjon. Oltin qanot qushlar uchsin, qushlar sizin imdam, bizim imdam, baxtlar üstün. Bizim imdam, sizin imdam, baxtlar. Sen kanalga talpingayman, vasfingga zor. Hayotim sen, vaqtim sendek aytganim bor. Tutilmaning zamindagi ey go'zal yor, gülmenin zemindeki ey güzel. Altın kanat kuşlar üssün, kuşlar üssün,
sizni mudom bizni mudom baxtlar sizni mudom bizni mudom baxtlar